Assalomu alaykum shofir akalar. Tashi euro 6, ichi euro 5 qilib yurgizdik mashinani. Haligi aytadimmi, tonni noldan chachib terib chiqdi. Bitta yurishini ko'ringlar. Keyin mashina qilib yurgizsa ham bo'lavergan, idealni qilib ichi euro 5. Bundan nima qulayligi borsalaring, hadeb galovga yorilib ketavermaydi, kiladish aylanib ketavermaydi. Mashinada qizish kamroq bo'ladi. Hamma yo'q o'ziniki mana, ichi taraflamasi euro 5. Miya o'ziniki, radiator o'ziniki, interkoller o'ziniki, turbina o'ziniki, hamma yo'q o'ziniki. Hech qanaqa joy almashmasang, lekin ichki tarafi 126 emas, 120 lik. Yurgizib tayyorlab qo'ydik. Ish bermadi deydiganlar bunday qilib terib ko'rmagan bizni singari. Mana terib yurgizib ko'rdik. Endi usta bo'lganimizdan keyin qaysi biri zo'r yursa, o'sha xonasiga harakat qilaverar ekanmiz-da. O'shaning uchun biz ham harakatdan to'xtamayapmiz. Hammaning sog' bo'linglar. Kimning motorini shunaqa qilish kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar, qilamiz. Bular yurishlari xohlasa, qani. Bugun yo erta reysga qo'yamiz buni xohlasa.